I think this regional dialogue is historical and very important. Menimcha bu mintaqaviy muloqot tarixiy va juda muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat iqtisodiy foyda, savdo, sanoat, balki insonlar o'rtasidagi bevosita aloqalar uchun ham ulkan imkoniyatlar yaratadi. Aynan shu omillar mojarolarni hal etish va ularni yumshatishda juda muhim. Shuning uchun mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda O'zbekistonning roli nihoyatda katta. Bu juda ezgu va muhim g'oya. Menimcha butun dunyo buni tushunib, amalda qo'llash kerak. Bugungi kunda dunyo bo'linib ketgan, geosiyosiy beqarorlik va mojarolar ko'p. Shu bois mintaqaviy raqobat emas, balki hamkorlik orqali umumiy farovonlikka erishish yo'lida O'zbekistonning iqtisodiy yondashuvi va qo'shnilar bilan o'rnatayotgan aloqalarini o'rganish muhim. Shunday qilib, Farg'ona forumi tinchlik forumi sifatida boshqa davlatlar uchun ham o'rnak bo'lishi kerak. Bu mintaqa uchun juda muhim qadam. Umid qilamanki, bu tashabbus davomli va uzoq muddatli bo'ladi.